Kecha qabulimga bir inson keldi, erkak kishi, настроенияsi yo'q, oshqozon saratoniga taxmin bilan keldi. Men tekshirdim bemorni, 1-2 kun mobaynida afsus bu insonga oshqozon saratoni diagnozi qo'yildi. Men davolanish taklifini berganimda bu inson qat'iyan rad qildi. Men hech narsa qilmayman, operatsiya, kimyoterapiya qilmayman dedi. Nima uchun desam, eshitinglar. Bu insonning otasida bo'lgan ekan oshqozon saratoni. Otasining otasi, ya'ni bobosida ham oshqozon saratoni bo'lgan ekan. Ular ham saratonda davolanmaganligi uchun bu inson ham saraton chiqqandan keyin qo'rqib qolib davolanishdan mutlaqo bosh tortdi. Bu qisqa hikoya nima demoqchiman? Har doim ko'pchilik so'rashadi, onkologiya nasl suradimi deb. Onkologiya nasl surmaydi, lekin 10% gacha keyingi avlodga o'tishi mumkin. Ya'ni bu yerda bizga taalluqli bo'lmagan, lekin genga taalluqli bo'lgan informatsiyalar, kodlar mavjud. Agar shu kod gen o'tadigan bo'lsa, keyingi avlodga bu insonlarda onkologiya kelib chiqish ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun agar ota-onangizda yoki yaqin qarindoshlaringizda onkologiya aniqlangan bo'lsa, sizlar albatta iloji boricha 35 yoshdan keyin 1 yilda bir marta to'liq check-up, ya'ni butun organizmni onkologik kasallikka tekshirishdan o'tishlar kerak. Bu degani chiqadi degani emas, chiqish ehtimoli sizlarda yuqori bo'ladi. Shuning uchun aniqlangan taqdirda ham albatta agar boshlang'ich bosqichda aniqlanadigan bo'lsa, onkologiyani to'liq davolash imkoniyati yuqori bo'ladi.